ana uni. Plan bo'satgonni. Siz meni tutib terasiz, yaxshi qiymat cho'rak pal yordam ber, deyman keladi u. Mana bacham. Dada. Mana jonim bacham, mana shu bilan uraman. O'ldirasiz kichik. Ya ungacha chelak pal qutqarishga keladi. Keladimi? Mana qo'maring, ha. Cho'rak pal yordam ber. Ha, baba Murodjon. Nima yordamga? Ash kishini qo'parman urdi. Sen kimsan urasan bu Murodda? Sen kimsan, ha? Sen kimsan? Sen kim, bu kim, men kim? Yo shu Amerikaga men tinchgina yuriydim ichiga kinolarga tushib tuyursam pul qilib. O bira yordam deb cho'qirdi bular qochaman desam, dom yo'q. Ama hay bu endi yordam emas. A yordam shu biz uchun, ha, to'g'ri? Amala eshakday bacha mana bu qisib. Buni beli og'riydi, beli. Ha? Beling og'riydi-ku, beling. Nogiron demadim, harom. Beling og'riydi. Belim og'riydi, yordam berdi. Tashlab tamommi? Rahmat, mayli, so'bi, mayli. Dada ishlar do'stmadikku bunga. Ay, bala, isimga yo'q bacham. Biz zo'r plan bu. Yana bir shapot urasiz, cho'qiraman keladi. Kerak yordam ber. Nima yordam? Ha, motabasa yana aladamana. Muncha qishni qachon olaman? Betman! Gapiravering singlim, labay. Tikallamni jo'rayapti. To'yir bor degan tikar degan yo'q-ku, doktor bording. Yo, bu bachangiz boshini doktorlar tikadi, doktor ayting. Uyda gol qillik tekin mardikor ishlayapti, ha? Ha, dada, bittagina ish qo'lla. Davay, nima? Mana shu tualetni ham tozalataylik shunga. Uraman seni. Beqiyapsiz-da shu gapingizgasiz. Ana bachang. Ana, xola o'ldir, xolasay, men ketdim o'zimda hayotim bor. Tualet qara. Mayli kunjakka. Tozalayman, lekin taksi pul berasiz aka, maylimi? Men beraman, bilim. Bilaxon. Avvalo mana shu xonadan kata quydi. Заработан потом и кровью. Otaman, sizni yaxshi ko'raman. Ya onachangni va seni yaxshi ko'raman men ham o'g'lim. Men sen bilan faxrlanaman. Rahmat, Jonim dada. bacham. Dada, men sizni yaxshi ko'raman. Ha, harom nima qilding? Hech nima qilmadim. Nima qilding? Tan ol, uy-buyni yoqdingmi? Nima qilding? Men yoqqanim prosta yaxshi ko'rishimni aytolman sizga, dada. Qana qilib? Qana bizani o'ylab, qana men otamga umrimga aytmagan, sizni yaxshi ko'raman deb otasiga aytmagan, otasiga aniq aytmagan. Voy, men javob bizani o'ylagan, uni uqtiradi desa yo'q. Og'a, yangilik qildim-da, bir marta aytsangiz nima bo'ladi, ayting. Yo, qana, yo. Qamanam. Ha, to'liqroq qilib ayting. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ha, Manam dada, men ham seni yaxshi ko'raman. Ha. Manam Ha? seni Ha? yaxshi ko'raman. Ha, moshina zo'rda. Bacham vazilinni ko'rmasdanmi? Nima vazilin? Yo'q. Ha, shuni. Nima? Ding. Ha? Ding. Og'ay dada, ana u. Men seni yaxshi ko'raman, bacham. Coucou, je suis là. Mais tu ne me vois pas. Dada! Ya, bu sun'iy intellekt bilan ishlaydigan robot. Kallangizga nima bo'lsa oldindan o'qib biladi bu. Robot yo'q bilan fikrim. Ha, robotda bu. Yo'q. To'ptiligi. Endi jonim. Qalay robotcha? Ha, zakonni ekan bu. Faqat pikkasini topolmayman-da, bacham buni. Qanaqa pikka? Bu dam urib ana o'qilaykanmi? Yo'q, ya bu polnoценный robot temirdan bu. Dampam solib yurmang yana. Yo, solmaymiz. Solish yo'q-a? Yo, dam solmaymiz. U robotni qara uni, ey. Ishga tiqayirma qo'lingdan. Yo. Nima bo'libdi dadam? Yo'q, abisi ishlan qilibdi, bach. Ey! Topgan teshikka tiqavermaydi-ku odam degani. Yo. Dada, boshqa ishlarni qilish uchun $100 ga premium podpiska sotib olishingiz kerak. Ha, bo'z bipatishga bu oddiy ishlar. Ha, shuna. Premiumni olsam nima qilar keyin bu? Massaj qiladi. Ha, turkcha o'ynaydi. Arabcha Minnat o'ynaydi. Minnat qilarmi qilgan ishlar? Ha, minnatmi? Yo'q, minnat qilmaydi. Minnat qilmaydimi? Yo'q. Qilmasin, pul Ha, beramiz. pul. Oy. Ey! Dada, endi nima bo'ladi? Endi har qayerga qo'l tiqmaykan bo'ladi bacham. Моя кайф заработан потом и кровью. Hech bo'lsin o'zi, ya. Bizlar tayyor hurmatli boshlovchi. Zo'rmi? Jamoa birinchi raundga o'tamiz. Ijduvondan kelgan savol o'qiyman. 1, 2, 3. Dan keyin qaysi raqam keladi? Stop! Meni ko'zdan keyin kelsa bilmaysizmi? Necha bo'ladi? Yo'q, men 3 dan keyin pastdan uxlaganman-da, o'shani bilmayman. Qarang, 1, 2, 3, 4 tushundim. Birinchi 3
Menimcha men yondashuv topdim. Bu mantiqiy savolda. 1 2 3 jonimda qolmadi kuch deydi. Javob Munisa Rizayeva. Biz tayyormiz. Tayyor biz. Xo'sh, javob tayyormi? Munisa Rizayeva. Bundaymi? Bu miyalarni ishlatmay oxirga yig'ib nima qilmoqchilar? Tur javobi, tur. Aytdim masalaga. Nima aytdingiz? Ushtaga uxlab qolishingizni aytdingizmi? Shunaqa variant keluvdi men o'sha. Mana keyingi savolga qattiqroq to'lanamiz. Qani? Shofirkor. Ko'rganni o'qigim keladi. Savol. Alif bayramni hamma bilasanmi? Alifboda birinchi harf nima? Va, tupik lekin, tupik. Buni qiyin savollar beryapti boshlovchi. Nima bilish mumkin? To'rt emasmi, to'rt? Harf deyapti, son demayapti. Uylangan. Qiymasmi dada? Son-ku. Men qaranglar, taktika bu. Buni qaranglar, uxlab qolibdi bu. Sadulla to'nkaga boramiz, xato javob bersa ham bu aybdor. Javobimiz tayyor, Sadulla javob beradi. Sadulla. Va nihoyat to'g'ri. Qaysi? Qaysi? Shofirkor oling. Va nihoyat. Zakovat sumkachasi keltirilsin. O'zim olib kelaman. Mana, olib keldim. Bu sumkani ichida bitta telefon bor. Hozir u telefon bilan sizlarni tanishtiraman. Bu telefonning batareyasi 8300 amper. 3 kungacha yetadi. Agar ishlatmasang butun umr yetadi. Ekranlari suvdan, changdan himoyalangan. 2,5 metrdan tashib yorsang ham sinmaydi. PUBG, to'dim, hech narsaga qotmaydi. Barmoqlaring qotishi mumkin. Qisqasi bu telefon qaysi telefon? Javob tayyor. Javob Honor X9D. Yangi avlod texnikasi. Buni qarang. Siz aytgan narsalarning hammasi aynan mana shu telefonga tegishli. Kamerachasini qarang. To'g'rimi? To'g'ri. Honor X9D hayotingizda siz bilan birga. Dada, bacha qo'shqorchani sotib kompyuter oldi. Endi ilm fan bilan shug'ullanaman. Yo, bana bu umr. Quvonch ko'z yoshlarimi? Ne turqin qursin seni xunuk bashara. Quvonchga peyqmom quvonchga hozir. Ya. O'zi bittagina qo'shqorcham bor deysan sotib bunga peyqmom kompyuter olib. Ilm fan yaptı-ku. Men ke qani? Berake. Dada sakoni plan tuzdimman. Urmay turing eshitding meni gap. Dada biz o'g'li bo'y bo'lib ketamiz maskan. Gobi, don't push. Qattiq dars qilibdimi deyman, ha, Sadulla. Bechora bacham bekor urdim. Gobi! Bu nerasi qilib dars qilibdi-ku, bu qoch bu ilm fan bilan mashg'ul. Endi menga nimalardir isbotlasin. Bacham bu avtomatni ovozi kelyapti. Dada ishingiz bo'lmasin, biz ikkinchi jahon paytiga ingliz tilini qanday qilib odamlar ummasiga tarqalganini o'rganamizda. Mana bil. Siz ana Sadullaga ayting, ana poylamanglar meni, haymi yana. Bil, poylama. Mana listening, sleeping unaqa narsalar kirmay qoladi. Poylamanglar, tashlamayman. I go meet. Smoke window. Nima o'ylayapsan? Bacham aytdi, meni chalg'itasizlar-da. Ya. Qoch. Yo, poylamamiz bacham. Gobi, don't push guys, behind. Okay, get it. Yes, of course, get it. Funny, but... Yeah. Berake qochma. Botayman men bo'lsam qo'parasan. Qo'parmayman jonim bacham, ki. Men qara qo'pargan. Ki. Man ko'yt. Vai explodir no paredão. Olha que menina louca, olha que mulher cristã. Sizni qo'parayotgan odam keldi. 15 yil o'tirib chiqqan. Livlon kiyimimizdan. Yo, bana bekizik chiqib kelibdi-ku bu. Kim bu erkak? Maktabga 100 metrga necha sekundga yugurgansan? 15. Yo, ushlab oladi sana, qoch. Assalomu alaykum. Qanaka jonim yaxshi. Shu yerda qamatgansiz, ha? Hazırlashyapti-da. Qana zo'rmi? Yaxshi keldingizmi? Ha, bir dam olib keldik. Tailand, Dubay qayerni?
paytida. Oy, qish o'tar. Qorning ochmi? Och. Bor, og'zingga chichib beraman, to'yib qolasan. Ha, yo'q, haybaydan. Yo'q. Mana bu jonon kim? Yo'q, erkak kishi bu, g'aybi. Ha, erkak kishi nima uchun soch uzun buni? Hozir g'aybi men senga necha marta aytganman, mana soching pasaytirib yur deb bir kun jabr bo'lash soching. Hech nima bo'lmaydi, jabr bo'lmaydi boshimga. Bular haqiqiy hammasi. Maya qara. Yana bir marta menga qo'lingni teqsang, umringning oxirigacha qaysi gapni ko'p eshitasan, bilasanmi? Yo'q. Nogironga qizimizni bera olmaymiz degan gapni ko'p eshitasan. Yo'qol ko'zim ko'rmi? Popsikcha hazillashik. Dada endi nima bo'ladi? Shu boshidagi sochi boshiga emas, ko'taga jabr bo'layotgan. Майка заработан потом и кровью. Eshitdingmi, Sadullo rais qilibdilar. Sadullo rais qilib. Ibi bu raisimiz normal odamida xotin bola chaqasi bu Sadullo nimaki? Mahallaga rais qilibdilar Sadulloni. Nixuya себе rostdanmi? Ha. Sadullo 4-sini bitirgan-ku, qarang uni rais qiladilar. Qo'ydi, rais vakili hammanga gap. Assalomu alaykum rais bu. Normal, normal. Rais bu. Yo'q, hayır, rais o'zi salom alaykum qilmaydimi o'zi? Ночью я родился под забором. Varasga qo'shib bera nima kerak? A bari 2 yildan davlat pulini ham qamalami? Siz kimchi? Men rais tizami. Rais. Zebo. Zebo. Da. Sadullo. Bu kim? Sekreterim. Bunisi-chi? Choy poy dokumentlar bilan shug'ullanaman. Yo'q. So'rab o'tish joiz deb bildim, mana birinchisini men ish qilaman. Birinchisi hamma aytganim qiladi. Men ham aytganim. Bitta aytay. Chavishaqqa raisga xalaq berma. San qo'l shira, ko'tarilasan. Do'stingman deb choqqazdilar Men u joyga sig'madim biroq. Xullas bir kun. Prikolni yo'radi bu. Dadajon, iyi kechirasiz rais bu. Xudo rahmati biyim. Va bechoragina biyim meni kimlarga tashlab ketdi? Zo'r anekdot aytadilar-da. Lekin dada yo'rasiz. Ibi bo'mro dada deyman. Nima rais bu? Bo'mro. Jonim acham zo'r anekdotim bor, bitta eshit, maza qilib bilasan. Nima kerak menga sizning anekdotingiz? Bo'mro. Erkak kishini omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi, bacham. Rais bu hozir Tamam, yangi qo'shig'im bor. Bitta kun raqsga tushib beraman. Sap sariq sochlaringni uzun. Katmata erkak bachkana berma, erkak bo'ling. Erkak kishini omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi, lekin. Ishlaring. Sadullo aka sizga berilgan mansabni suiiste'mol qilganingiz uchun Suiiste'mol qilganing uchun ishdan bo'shadingiz. ishdan bo'shatilding, pashvolti. Qoriz, muborak bo'lsin. Mahalla raisi etib saylandingiz. Rahmat. Pashvolti. Turmayda yo'q bo'lsa. Qaydalaring buni. O'tiring. O'ynab beraymi? O'ynab ber. Sap sariq sochlaring. Anekdot aytib beraymi? Bir bor ekan bir yo'q. Voy, dada Sadullo ayoq yomon sas ekanligini. Masallaga aytuvdim, erkak kishini omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Omadi keladi, sirasi o'ynashib bo'ladi. Dahosiz. Hozir bir minut. Dada, mana qarang, bu ikkovini haydaymi? Yo'q, sallaga ketay, o'zim haydayman.